Namozni o'qib bo'lgandan keyin amin deb qo'lni yuziga surish kerakmi? Sursangiz ham bo'ladi, surmasangiz ham bo'laveradi. Ya'ni fiqh masalasidagi narsalar kunimizda dolzarb bo'lmasligi kerak. Misol uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam har xil shaklda namoz o'qigan, har xil shaklda duo qilgan, har xil shaklda amal qilgan, tahorat olgan. Ya'ni fiqh masalasida musulmonlar o'ylanmasligi kerak, birodar. Sizni mazhabingizda qo'lga surtishlik bormi? Bo'ldi, yuziga surtib qo'yavering. Zarari yo'q buni. Imom Shofiy boshqa mazhabda qo'lga betga surtishlik yo'qmi? Bo'ldi. Fiqhiy masalada ixtilof qilinadigan zamon emas hozir. Hozir qancha farzlarimiz, qancha nimalarimiz paymol qilinyapti. Muqaddasotlarimiz. Ya'ni shularni ustida qayg'urishligimiz kerak biz. Ya'ni dinimiz ketib qolyapti bizdan. Shularni ustida qayg'urishligimiz kerak. Fiqh masalasida ominni jahriy aytib qo'yibdi, qo'lni kindini tevasida o'qib qo'yibdi, rukuga ketayotganda qo'lni ko'tarib qo'yibdi. Yoki shunaqa qo'lni yuzga surabdi, qo'lni balandroq ko'tarib qo'yibdi. Unaqa narsa, ya'ni hozir emas uni vaqti. Biz bir xilofatimizni tiklaylik, islom davlati bo'lsin. O'sha vaqtda olimlar o'tirib tortishadigan masala bu. Ya'ni biz odamlarni, ya'ni biz ahli ilm bo'lmagan odamlarni ergashadigan narsasi ahli ilmlarga ergashamiz. Bo'ldi, ahli ilmlarimiz, islom dinimizdagi boshlarimiz qanday nima qilyapti, mazhabimiz qanday buyuryapti, bo'ldi, shu nima qilinaveradi, shunga itoat qilinaveradi. Namozni rofilyadan qilib o'qiyapsizlarmi? Rofilyadan qilib o'qiyotganlar bor, rofilyadan qilmasdan o'qiyotganlar bor. Xohlagancha o'qiydi. Bu yerda hech kim sen nimaga unaqa qilib o'qiyapsan, sen nimaga bunaqa qilib o'qiyapsan deb hech kim gapirmaydi. Hech kim aralashmaydi. Ya'ni bir masjidga kirib turib siz qanaqa namoz o'qiydigan bo'lsangiz ham hech kim aralashmaydi. Hattoki Afrika davlatlarida Imom Molikmi deb Allohana 4-mazhab ulamosi o'shalarni mazhabiga ergashadigan afrikaliklar ko'plari ergashgan ekan. Men Turkiyada ko'rganman. Qo'lni bog'lashmay o'qishadi. Ya'ni bizda kindik tevasidagi bog'lashar ekan Shofiy mazhabidagilar. Yani İmom Azam mazhabida kindik pasida. Maliki mazhabidagilar esa hatto qo'lni bog'lashmay bunday shunday turishardi. Masjidga kirganimda Afrikadan kelgan bolalar namoz boshlashadi, bo'ldi. Qo'lni bog'lashmaydi. Qo'l shunday ikki chekkada turadi. Ya'ni men birorta odam sen nimaga buni qo'yib qo'yapsan, sen nimaga buni qilyapsan deganini ko'rmaganman Turkiyada ham.